Hop, assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz sinkopi, ya'ni organizmni qon bosimi tushib ketishligidan, hop, ya'ni bosh miyaga qon oqimining pasayishidan kelib chiqadigan hushdan ketishlar, ya'ni sinkopini so'zma-so'z tarjimasi organizmni, tirik organizmni hushdan ketishi. Hop, sinkopini 3 xil turi bor. Ya'ni reflektor ravishda sinkopi, refleks sinkopi, ortostatik sinkopi va kardiogenik sinkopi. Hozir har bittasiga alohida to'xtalib o'tamiz. Hop, refleks sinkopi qachon yuz beradi? Qachonki bilamizki, organizmda yurak qon tomir sistemasini ikki xil nerv tizimi muvozanatda ushlab turadi. Ya'ni simpatik nerv tizimi va parasimpatik nerv tizimi. Parasimpatik nerv tizimini bilamiz. Nervus vagus 10 juft nerv tolasi, bosh miyadan chiquvchi 10 juft nerv tolasi yurak va qon tomirlari nerv bilan ta'minlaydi va uni ta'siri, nervus vagusning ta'siri yurak urishini sekinlatish astilxoliy mediator yordamida va qon tomirlarini kengayishiga sababchi bo'ladi. Qachonki mana shu nervus vagusning aktivligi ortgan vaqtda yurak urishi sekinlaydi va qon bosimi pastlaydi, bosh miyaga qon oqimi borishi kamayib, organizm davolanishga tushib, hushdan ketishlik belgisi yuzaga keladi. Qachon nervus vagusning aktivligi ortadi? Qachonki kuchli og'riqda, kuchli og'riq bo'lgan vaqtda o'sha nerv sistemasini aktivligi ortib keladi va hushdan ketish belgisi yuzaga keladi. Keyingisi fobiya. Hop, ta'sirchan bemorlarimizda, ya'ni fobiya, ya'ni qo'rquvdan keyin yuzaga kelishlik belgilari bor. Keyingisi uzoq vaqtlik tik turishlik, ya'ni charchoqdan keyin ham xuddi shunaqa davleniya tushib ketishligi va hushdan ketish belgilari yuzaga keladi. Keyingisi nerv sistemasiga bog'liq holatdagi hushdan ketishni ham o'z navbatida 3 xil turi bor. Ya'ni vazovagal, nervus vagus nerv orqali, keyingisi situational, holatdan kelib chiqib va carotid sinus hypersensitivity, carotid sinusning sezuvchanligi ortib ketishligi. Hop, ikkinchisi situational, ya'ni uzoq vaqt yo'talib, ya'ni surunkali yo'tali bor bemorlarda ham mana shu holat yuz beradi, ya'ni davleniya tushib ketishligi va hushdan ketishlik. Keyingisi micturition, ya'ni organizm peshob qilmoqchi bo'lgan vaqtda kuchanib peshob qilaman deganda quvoq muskullaridagi nervlarning aktivlanishligi va nervus vagusning aktivlanishiga olib keladi va o'z navbatida qon bosimi tushib ketishiga olib keladi. Bu juda ham qiziq holat hisoblanadi va kamdan kam uchraydi. Qachonki quvoqni kuchanib bo'shataman deganda inson o'sha holatda ham ba'zida hushdan ketish belgilari yuzaga keladi. Hop, keyingisi carotid sinus hypersensitivity. O'zi, ya'ni carotid sinusning sezuvchanligining ortib ketishligi. O'zi carotid sinus qayerda bo'ladi? Uyqu arteriyalarimiz bor, bosh miyaga qon oqimini ta'minlab beruvchi uyqu arteriyamiz bor. Ichki va tashqi uyqu arteriyalar. Ichki va tashqi uyqu arteriyalarining ikkiga bo'lingan joyida, mana shu joyda bosimni sezuvchi retseptorlar bor. Ya'ni qachonki mana shu bosimni sezgan holatda bizni qon bosimimiz va yurak urishimiz boshqarib turadi. Mana shu joy, uyqu arteriyamizdagi baroretseptorlar, bosimni sezuvchi retseptorlar qon bosimini nazoratda ushlab turadi, ya'ni bosimni sezish orqali. Qachon buni sezuvchanlik ortadi? Qachonki carotid sinus massajida, ya'ni bemorlar kelishadi, yuragi o'ynab, paroksizmalka berib kelgan holatlarda amaliyotda mana shu joyini uyqu arteriyasini massaj qilish orqali yurak hilpirab urishlarini bartaraf qilinadi. Bu birinchi yordam sifatida foydalaniladi. Bu joyga uyqu arteriyasi carotid sinusga bosim bergan vaqtimizda, ya'ni uxlagan vaqtimizda xuddi shu reflektor ravishda yurak urishini sekinlatib beradi va qon bosimini ham me'yorga keltirib beradi. Keyingisi tight collars, ya'ni qattiq yoqa kiyib yurgan vaqtda ham, qattiq yoqa kiyib yuradigan insonlarda ham ba'zida shu carotid sinuslarga teginish, bosim berishlik natijasida ba'zida qon bosimining tushib ketishiga olib keladi va hushdan ketishlik. Keyingisi shaving, soqol olishlik. Soqol olgan vaqtda ham xuddi shu carotid sinuslarga ta'sir qilamiz va bu holat yuz beradi. Keyingisi head turn, ya'ni boshni aylantirishlik. Amaliyotda ma'lum, 20 marta bosh aylanganda arterial bosim
10 tushganligi amaliyotdan isbot bo'ladi. Hop. Keyingi hushdan ketishligimiz sababi ortostatik sinkopi. Ya'ni ortostatik holat qachon yuz beradi? Qachonki bemor yotgan holatdan birdaniga tik turib olgan holatga yoki o'tirgan holatga kelganda organizmda bosh aylanishligi, ko'z oldi qorong'ulashligi va hushdan ketish belgisi yuzaga keladi. Bu qachon ro'y beradi? Qachonki gipovolemiyada, ya'ni qon hajmi kamaygan vaqtda. Qon hajmi qachon kamayadi? Qachonki ich ketganda yoki mochegoniya deyiladi, diuretiklar, siydik haydovchi preparatlar ko'p qo'llanganda yoki sish ko'p bo'lganda yoki ko'p terlagan vaqtda xuddi shu holat yuz beradi. Blood volume, qon hajmi tushib ketadi va qon bosimi pastlaydi. Miyaga, bosh miyaga boryapti turgan qon hajmi kamayib, miya bir o'chib yonadi, ya'ni hushdan ketish belgilari. Keyingisi massiv qon ketgan vaqtda, ya'ni ko'p miqdorda qon ketish bo'lgan vaqtda ham qon hajmi blood volume kamayib, blood pressure pastlaydi, qon bosimi pastlaydi va xuddi shu holat. Keyingisi vasodilatatorlar, vasodilators, ya'ni qon tomirini kengaytiruvchi preparatlar, dori moddalari, arterial давлениeni pastlatuvchi dori moddalarini overdose, ya'ni yuqori dozada qabul qilishlik vaqti bilan qon tomirining kengayishiga va qon oqimini pastlashiga sababchi bo'ladi. Qaysi preparatlar bular? Alfa 1 retseptor blokatorlari, ya'ni misol uchun tamsulazin bo'lishligi mumkin. Alfa 1 retseptor blokatorlari va kalsiy kanal blokatorlari. Carvedilol, tamsulazin, misol uchun alfa 1 ga, kalsiy kanal blokatorlariga amlodipin, nifedipin, klavidipin, mana shular kiradi. Shularni overdose iste'mol qilingan vaqtda ham, ichilgan vaqtda qon tomiri kengayishiga va qon oqimini pastlashiga sababchi bo'ladi. Keyingisi autonomic nervous system nevropatiyasi, ya'ni nerv sistemasidagi, hozir yuqorida gaplashib o'tdik, ikki xil nerv tizimimiz bor: simpatik, parasimpatik. Simpatik nerv tizimi aktivlangan vaqtda qon tomirlari torayadi, qon bosimi ortadi. Parasimpatik aktivlanganda qon tomirlari kengayib, qon bosimi tushadi. Endi bizda qon tomirlarini toraytiruvchi avtonom nerv sistemasi simpatik nerv tolalarida, mana shu joyda simpatik nerv tolalarida nevropatiya, ya'ni yallig'lanish bo'lishligi mumkin, har xil kasalliklar bo'lishligi mumkin. Shu holatda adrenalin, noradrenalin gormonlarining ishlab chiqarilishining kamayib ketishidan, adrenalin bilamiz, qon tomirini toraytirib berish vazifasini bajaradi. Endi bu gormonlar yetishmayapti, qon tomirlar kengayishiga va qon tomirlarining systemic vascular resistance, qon tomirlarining qarshiligining tushib ketishiga va miyaga, bosh miyaga boruvchi qon oqimining pastlashiga sababchi bo'ladi va hushdan ketishlik belgisi yuzaga keladi. Xo'p, keyingisi cardiogenic syncope. Endi bu yurakka bog'liq holdagi hushdan ketishlik. Birinchi o'rinda aritmiyalar sababchi bo'ladi. Ya'ni yurak urishining oshib ketishligi yoki yurak urishining tushib ketishligi. Yurak urishligi oshgan vaqtda nima bo'ladi? Misol 150 ta 200 ta yurak uryapti, u norma urmaydi, qon haydab bermaydi. Ya'ni bunaqa urgan holatda qon haydab bermaydi va cardiac output, yurakdan chiqib turgan hajmni kamayib ketishiga sababchi bo'ladi. Bu qachon bunaqa holat yuz beradi? Yurak xilpirab uradi, qon otib bermaydi. Qachonki ventrikulyar taxikardiyada, ya'ni qorincha paroksizmalkasida va qorincha fibrillatsiyasi va qorincha taxikardiyasida ro'y beradi. Keyingisi, mana yurak urishi oshgan vaqtda ham qon otib berish foizi kamayadi. Yurak urishi tushgan vaqtda ham xuddi shunaqa kamayadi. Yurak urishi qachon tushadi? Qachonki, mana yurak urishi tushdi, bitta yurak uradi, qon otib beradi. Mana shu qon otib berish kamayib ketadi qachonki yurak urishi tushganda ham, yurak urishi pastlaganda. Bu qachon yuz beradi? Qachonki Mobitz 2-3 daraja, ya'ni yurak o'tkazuv sistemasining avtogen blokadasida, Mobitz 1-2-3 da ro'y beradi, ya'ni yurak blokadalarida ro'y beradi. Keyingisi mexanik sabablar, mechanical causes, ya'ni yurakka bog'liq holdagi yana qachon yuz beradi? Qachonki qisqaruvchanlik tushib ketishi. Yurak muskullarida qisqaruvchanlik tushib ketgan vaqtda ham
cardiac output pastlaydi, ya'ni qon otib berish pastlaydi va bosh miyaga qon oqimini pastlashiga sababchi bo'ladi. Qachon qisqaruvchan tushadi? Qachonki miokard infarkti, ya'ni massiv miokard infarktida xuddi shu holat yuz beradi. Ya'ni mana shu zona qisqarishga javob bermayapti, aytaylik. O'z-o'zidan qisqarishga javob bermagandan keyin qon otib berish kam va bosh miyaga qon oqimi kam. Keyingisi heart failure, reduced ejection fraction. Ya'ni yurak yetishmovchiliklarida fraksiya ejection fraksiyasi pastlagan vaqtda ham xuddi shu qon otib berishi normada bo'lmaydi. Keyingisi yurak kameralarini qon bilan to'lishining kamayib ketishligi. Ya'ni bu qachon yuz beradi? Qachonki pneumotoraks bo'lgan vaqtda yurakka qon to'lishi kam va qon to'lishi kam bo'lgandan keyin o'z-o'zidan qon otib berishi ham kam. Bu qachon ro'y beradi? Qachonki pneumotoraksda, ya'ni o'pka jarohatlangan vaqtda ichkariga havo kiradi, ya'ni havo o'pkani qisishni boshlaydi tashqaridan. Misol uchun avtohalokatdan keyin o'pka teshilib qoldi deylik, misol uchun shu joydan havo kiradidan keyin o'pkani qisib boradi yurak tomonga qisib boradi va yurakni ham qisilishiga olib keladi. Yurak qisilgandan keyin o'z-o'zidan yurak qonni so'rib olish kamayadi, yurakka qon kelishi kam bo'ladi va qon kelishi kam bo'lgandan keyin qon otib berish ham kam va hushdan ketish belgisi yuz beradi. Keyingisi tamponada. Xo'p, tamponada nima degani? Bu tamponada perikard bo'shlig'iga, ya'ni yurakni yorilib ketishi, perikard bo'shlig'iga qon to'lishligi. Bilamiz, yurak atrofidan qisqaruvchanlik qobiliyatini ta'minlab beruvchi, yengillashtiruvchi perikard bo'shlig'i bor. O'sha joyga qon to'lgandan keyin yurak bemalol qisqarib bo'shashga olmaydi va qon to'lishi kamayadi. O'z navbatida hushdan ketishga sababchi bo'ladi. Keyingisi afterloadda ortib ketishligi. Ya'ni yurak qonni aortaga yaxshi otib chiqarib bera olmayapti. Chunki muammo qon chiquvchi yo'llarda. Ya'ni hypertrophic cardiomyopatiya, ya'ni qorincha gipertrofiyalanib ketgan va lumen qorincha bo'shlig'ining hajmi kichrayib ketgan. Shu holatda ham afterload ortish yuz beradi. Keyingisi aorta stenoz, ya'ni qon otib beruvchi aorta qon tomirida stenoz bo'lishligi. Qon yaxshi otib bera olmaydi. Qon otadi, aorta klapan stenozlanib, kalsiyatlanib ketgan, urilib qaytaveradi. Ya'ni qon yaxshi chiqarib bera olmaydi. Keyingisi pulmonary embolism. O'pka arteriyasi embolizmida yuz beradi. Ya'ni xo'p, mana bu qon tomirida yuz beradi. O'ng qorinchadan chiqqan qon o'pka arteriyasida emboliya bo'lgandan keyin yaxshi otib bera olmaydi va qon tomiri tiqilish bo'lgandan keyin o'z-o'zidan qon otib berish kam va bosh miyaga qon oqimi kam bo'ladi. Mana shu holatlarda yuz beradi. Endi refleks sinkopi prodromal davri bor. Ya'ni refleks sinkopini organizm hushdan ketishdan oldin albatta prodromal davr, undan oldingi davrga qarash kerak. Misol uchun bemorda qattiq og'riq yoki bitta narsadan qo'rqib ketdi. Misol uchun yo'ldan bitta ayiqmi, katta kuchugmi chiqdi. Undan bemor ta'sirlanib qo'rqib ketdi va bemorda sirazi bosh aylanishligi, ko'z oldi qorong'ilashib ketishligi va bemor yerda. Hop, bu holatga ahamiyat berishimiz kerak. Keyingisi ortostatik, positional, ya'ni ortostatikda bemorda holatiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yotgan holatdan sirazi turgan holatga o'tgan vaqtda bosh aylanishligi va hushdan ketish belgilari. Xo'p, kardiogenik bu sudden, ya'ni to'satdan yuz beradi. Buni qachon bo'lishligini bilmaymiz. O'shaning uchun to'satdan yuz beradi va og'ir ketadi bu narsa. Shunaqa, rahmat hammaga.